Atmosfera MMA kanaliga xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Endi formatimiz sal o'zgarib turibdi, vaqtinchalik. Mana shunday mashinamning ichida bundan keyin informatsion xabarlarimizni, MMA haqidagi ozgina informatsiyalarimni mana shunday formatda beraman sizlarga. Va xudo xolasa yaqinda Ramazon Temirov bilan podkastimiz bo'lib o'tadi. Uni ham xudo xolasa o'tkazamiz do'stlar. Hozirgi mavzuyimiz Islom Makhachev va Ilya Topuria o'rtasida jang bo'lish ehtimoli tobora ortib boryapti va bu jang qanchalik haqiqatga yaqin? Birinchidan, divizionda agar Geji urusha olmaydigan bo'lsa, Makhachev bilan Geji chunki yaqinda jangdan chiqdi. Eng yaqin hozir kamar uchun eng yaqin da'vogar bu Justin Geji bo'lib turibdi va Justin Geji tayyor bo'la oladimi Makhachev bilan urushga? Bu savol bor. Lekin ikkinchi tomoni bor. Bu yerda Arman Tsarukyan bor edi. Arman Tsarukyan hozirda u juda ham UFC'ni xafa qilganligi sababli halicha kamarga chiqish ehtimoli juda ham kam va menimcha katta ehtimol bilan yoki Oliveira urushishi mumkin Makhachev bilan yoki Topuria. Lekin Topuriani aytishyapti, osonlikcha uni kamarga qo'ymaslik kerak. Lekin agar qiziqtirib qo'yadigan bo'lsa, UFC'ni masalan qiziqtirib qo'yadigan bo'lsa, Ilya Topuriyaga qarshi jangga sanga mana buncha summa beramiz Makhachevga masalan Islomga. Davay chiq deydigan bo'lsa, menimcha Makhachev o'zini hamma konditsiyalarini qo'yib turib chiqsa kerak. Katta ehtimol bilan qanday bo'lishi mumkin jang Ilya Topuriyaga qarshi Makhachev jangi? Men o'ylayman, Makhachev xuddi Volkanovskiyni qanday yutgan bo'lsa, xuddi shunday yuta oladi. Hattoki undan ham osonroq deb o'ylayman va hozir ko'pchilik Ilya Topuria yutishi mumkin, nokaut qilishi mumkin deyapti. Bu shunchaki o'sha analitiklarni jangga bo'lgan qiziqishini oshirish. Lekin men o'ylaymanki, Makhachev Ilya Topuriani osonlikcha yoniga yaqinlashtirmaydi. Makhachevning kurashi Max Hollowaynikida emas. Volkanovski masalan yaxshi urayotgan edi stoykaga va Topuria undan kurashidan qo'rqibroq turganida masalan bitta yaxshi udarni tekkizib oldi. Lekin masalan Max Hollowayga qarshi ko'rdik. Max Holloway juda ham yaxshi zo'r stoykada urishni boshlayotganini ko'rdikki, Topuriada qo'l oyog'i uzun raqibga qarshi, bundan oldingi janglarni ham ko'rganmiz, qo'l oyog'i uzun raqibga qarshi undan muammolar paydo bo'lishni boshlaydi va katta ehtimol bilan Makhachevga u zarbalar bilan yaqinlasha olmaydi va Makhachev uni menimcha distansiyada kontrol qilgan holatda yutib qo'yishi mumkin, balkim nokautdan qilib qo'yishi mumkin. Makhachevga unday ochiqchasiga bunaqa uchun udarlari bilan bora olmaydi. Nimaga? Makhachevning kurashi boshqa o'rinda. Uni vazni baland, Makhachevning kontroli bor, parteri bor va kurashib uncha-bunchaga charchamaydi u. Shuning uchun taxminim bo'yicha Makhachev bilan Topuria urushadigan bo'lsa, katta ehtimol bilan Makhachev yutadi deb o'ylayman. Kommentariyaga savollaringiz bo'lsa yozinglar. Aytgandek do'stlar, sizlardan bitta iltimosim bor. Men endi jiddiy kirishdim. YouTube'da 100 ming podpishchik yig'moqchiman. Hozirda 15 ming deyarli podpishchikimiz bor. 100 ming qilmoqchiman. Davay hammaga taklif qilamiz va podpiska bo'lib qo'yamiz kanalga. Sog' bo'linglar.